Arab yarim oroli. Neft shayxlari palma shaklidagi orolchalar qurib, milliardlarga futbol klublarini sotib oladigan joy. Dubay neon nurida tovlanadi. Er-Riyod esa harbiy operatsiyalarga kuniga 200 million dollar sarflaydi. Endi shu yarim orolning narigi uchiga qarang. Yaman, Saudiya Arabistonining qo'shnisi. Bir xil yer, bir xil osmon, ammo butunlay boshqa voqealik. Bu yerda har 10 daqiqada bir bola o'ladi. Boshqa har qanday mamlakatda bir sutkada davolanadigan kasallikdan. Bu yerda 18 milliondan ortiq odam har kuni bugun ovqat yeydimi, yo'qmi bilmaydi. Bu yerda 10 yildan beri urush davom etmoqda va bu bilan hech kimning ishi yo'q. Nimaga? Chunki Yamanda osmonu par binolar yo'q. Instagram blogerlar yo'q. Chiroyli storieslar uchun qimmatbaho mashinalar yo'q. Faqat og'riq bor va undan foyda ko'rayotganlar. Siz Davronov Faktor kanalidasiz. Bugun biz dunyoning chekkasiga boramiz. U yerda odamlar tirik, ammo hayot yo'q. Videolarim yoqsa, like bosib, izohlarda keyingi kelajakdagi videolar haqida fikrlaringizni qoldiring. Obuna bo'ling va albatta har doimgidek meni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lganlar uchun donat shtrix kodi ekranda, havola esa opisaniyada. Rahmat. Avvalo biroz geografiya va achchiq ironiya. Yaman Arab yarim orolida joylashgan. Sayyoraning eng ko'p neft boyliklari to'plangan joyda. Uning qo'shnisi Saudiya Arabistoni dunyoning eng boy mamlakatlaridan biri. Yaman esa Yaqin Sharqning eng kambag'al mamlakati. BMT ma'lumotlariga ko'ra, aholining 80% kambag'allik chegarasidan pastda yashaydi. 80%. Bu statistik xato emas, bu hukm. Urushdan oldin ham mamlakat barcha oziq-ovqatlarining 70%ni import qilar edi. Bug'doy 90% import. Guruch, choy, shakar 100% import. Ya'ni Yaman tinchlik davrida ham o'zini boqa olmas edi. Keyin urush boshlandi. 10 yillik mojaro 4,5 milliondan ortiq odamni uyidan qochishga majbur qildi. Odamlar mamlakat ichida qochardi. Shahardan shaharga, qishloqdan qishloqqa. Ularning 80% xotin-qizlar va bolalar edi. Taxminan 18 million odam mamlakat aholisining yarmi oziq-ovqat tanqisligi sharoitida yashaydi. Ulardan 6 millioni ocharchilik o'lim yoqasida turibdi. Mana sizga birinchi achchiq ironiya. Yaman bo'ylab uy xo'jaliklarining 62% dan ko'pi yetarli oziq-ovqatga ega emas. Shu orada qo'pol qilib aytganda, yo'lning narigi tarafidagi mamlakatlarda esa oziq-ovqat tonnalab axlatga tashlab yuboriladi. Bugungi Yamanni tushunish uchun kim va nima uchun bu yerda urushayotganini tushunish kerak. Chunki bu urush Yaman xalqi haqida emas. Bu urush ikki mamlakatning pul, ta'sir va mintaqaviy manfaatlari uchun olib borilmoqda. Saudiya Arabistoni va Eron. Qisqacha hammasi qanday boshlandi? 2014-yilda Husiylar guruhi shialarning Ansor Olloh harakati mamlakat poytaxti Sanani egallab oldi. Prezident qochdi. 2015-yil mart oyida Saudiya Arabistoni 9 ta mamlakatdan iborat koalitsiya tuzib, harbiy operatsiya boshladi. Rasman qonuniy hukumat tiklash uchun. Amalda Eronni o'z chegaralari yaqinida kuchayishga yo'l qo'ymaslik uchun. Shundan buyon Saudiya Arabistoni boshchiligidagi koalitsiya Yamanga 25 mingdan ortiq aviazarba berdi. 25 ming. Bu 10 yil davomida har kuniga taxminan 7 ta zarba degani. Onasini ko'rsin, qanchalik xavfsiz, musaffo yerlarda yashayapmiz. Xudoga shukr. Bu zarbalar 19 mingdan ortiq tinch aholining hayotiga zomin bo'ldi. Ammo Husiylar ham avliyo emas. Ular butun shaharlarni blokada qildi. Gumanitar yordam yo'llarini to'sdi va tinch aholini jonli qalqon sifatida ishlatdi. 2024-yil may oyidan boshlab Husiylar BMT va fuqarolik jamiyati tashkilotlarining 50 dan ortiq xodimini o'z boshimchalik bilan hibsga oldi. Gumanitar inqirozning qoq o'rtasida yordamga kelgan odamlarni qamab qo'ydi. Bu urush ichkaridan shunday ko'rinadi. Ikkita tashqi kuch Er-Riyod va Tehron yamanliklar qo'li bilan urushadi. Amerika quroli bilan Saudiya samolyotlari yuqoridan bombalaydi. Eron maslahatchilari yerda Husiylarni jangga o'rgatadi. O'sha paytdagi hisob-kitoblarga ko'ra, Saudiya Arabistoni Yamandagi harbiy operatsiyalarga kuniga 200 million dollar sarflagan. Kuniga 200 million dollar. Urushga
Shu bilan birga o'zlari vayron qilayotgan mamlakatni tiklashga esa bir tiyin ham yo'q. Bu geosiyosatning klassikasi. Ikkita buyuk davlat bir-biriga to'g'ridan-to'g'ri urushga duxasi yetmaganda, kichik bechora bir mamlakatni topib, uni maydonga aylantiradi. Yaman bu urushni tanlamadi. Yaman shunchaki noto'g'ri vaqtda va noto'g'ri joyda bo'lib qoldi. Maydon kerak bo'lganlar nuqtai nazaridan. Endi xalqaro ommaviy axborot vositalari odatda sukut saqlaydigan qismga keldik. Chunki bu mojaroning barcha tomonlari uchun noqulay. Bola askarlar. BMT ma'lumotlariga ko'ra, birgina 2020-yilda xususiylar tomonidan jalb qilingan 1406 nafar bola jang maydonida halok bo'lgan. 2021-yilning dastlabki 5 oyida yana 562 nafar askar bola. Qanday jalb qilishgan? Bolalarga ideologiyani o'rgatadigan yozgi lagerlar va masjidlar orqali. Lagerlardan birida 7 yoshdan boshlab bolalarga qurol tozalash va raketadan qochishni o'rgatishgan. 7 yosh. Maktabning 1-sinfi. Avtomat tozalash. Ammo xususiylar bolalarni ishlatadigan yagona tomon emas edi. Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari qo'mondonligidagi kuchlar ham bolalarni jangga yubordi. Saudiyaliklar sudanlik bolalarni quruqlikdagi qo'shin sifatida jalb qilishdi. Bir urushdan bolalarni boshqa urushga olib borishdi. UNICEF ma'lumotlariga ko'ra, mojaro boshlanganidan buyon Yamanda 11200 dan ortiq bola o'ldirildi yoki mayib qilindi. Bularning hammasi rasmiy hujjatlarda mavjud, isbotlangan. Ammo dunyo telekanallari bu haqida sukut saqlaydi. Nimaga? Chunki aybdorlar orasida ularning reklamachilari, ularning hukumatlari bor. Kattalarning gunohi uchun bolalar jon beradi. Tan ma'noda. Birovlar urushayotganda boshqalar insoniyat 19-asrda davolanishni o'rgangan kasalliklardan o'lmoqda. Xolera. Oddiy xolera. 2016-yildan 2022-yilgacha Yamanda zamonaviy tarixdagi eng katta xolera epidemiyasi qayd etildi. 2,5 milliondan ortiq shubhali holat va 4 mingdan ortiq o'lim. Solishtirish uchun xolera toza suv va oddiy dori-darmon mavjud bo'lgan joyda bir necha kunda davolanadi. Bu Ebola emas. Bu chuma, ya'ni vabo emas. Bu 19-asr tarix darsligidagi kasallik. Ammo Yamanda na suv, na dori-darmon bor. 2017-yilda Yaman dunyodagi barcha xolera holatining 84%ni berdi. Butun sayyora xolerasining 84% bitta kichik mamlakatda. Nimaga? Chunki urush infratuzilmani vayron qildi. Yaman aholisining atiga 30% dan kam qismi vodoprovod tarmog'iga ulangan. Millionlab odamlar, ayollar, bolalar har kuni suv olish uchun kilometrlab piyoda yuradi. Ichimlik suvi uchun emas, shunchaki suv uchun. BMT ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yil oxiriga qadar 600 mingdan ortiq bola o'tkir ochlikdan aziyat chekdi. Ulardan 118 mingtasi og'ir shaklda. Ularning hammasida eng og'ir botadigan narsa bilasizmi nimada? Yamanda odamlar xoleradan, ochlikdan o'layotgan bir paytda Saudiya Arabistoni, AQSh, Buyuk Britaniya va Fransiyadan millionlarga qurol sotib olayotgan edi. G'arb hukumatlari buni xavfsizlik yo'lidagi hamkorlik dedi. Qanaqa xavfsizlik? Kimni xavfsizligi uchun? 10 yillik urush davomida Yamanda harbiy jinoyatlar sodir etildi. Aniq sana va koordinatlar mavjud. Hujjatlashtirilgan, tasdiqlangan. Ammo hech kimni ishi yo'q. Human Rights Watch koalitsiyaning 62 ta aviazarbasini qayd etdi. Ular noqonuniy bo'lib, deyarli 900 ta tinch aholining hayotini olib ketdi. 2022-yilda Sadadagi qamoqxonaga koalitsiya aviazarbasi kamida 82 ta mahbusni o'ldirdi. Ular orasida yaxshi hayot izlab Saudiya Arabistoniga o'tmoqchi bo'lgan afrikalik muhojirlar bor edi. Urushayotgan tomonlar oziq-ovqat va suv infratuzilmasi obyektlariga, fermerlar, sug'orish tizimlari, baliqchi qayiqlarga bir necha bor hujum qildi. Ya'ni odamlar tirikchilik qiladigan narsani ataylab yo'q qilishdi. Xususiylar ham ortda qolmadi. Ular gumanitar yordamni to'sib, xolera epidemiyasini qo'zg'atdi. Taiz shahrini 2015-yildan buyon to'liq blokadada saqladi. Barcha asosiy yo'llarni to'sdi, aholini oziq-ovqat va dori-darmondan mahrum qildi. Xo'sh, natijachi? 20-yil sentyabrida BMT hisoboti koalitsiya a'zolarini
jumladan Buyuk Britaniya, Kanada, Fransiya, Birlashgan Arab Amirliklari va AQShni qurol yetkazib berish orqali mojaroni cho'zishda aybladi. Ya'ni tinchlik va inson huquqlarini himoya qilish haqida eng baland gapiradigan davlatlar amalda kasalxona va maktablarni bombalayotganlarga qurol sotdi va hech kim hech qanday javobgarlikka tortilmadi. BMTda yig'ilishadi, nutqlar so'zlanadi, rezolyutsiyalar qabul qilinadi. Keyin spokойно New York restoranlariga ujinga tarqaladi. Yamanda esa urush davom etadi. Bu sinizm emas, bu protokol. Ana shunaqa achchiq hayot. Yaman dunyo tasodifan emas, ataylab unutgan mamlakat. Chunki uni eslash noqulay. G'arb qurolining eng yirik xaridori Saudiya Arabistoniga noqulay. Eng yirik sotuvchilar AQSh va Buyuk Britaniyaga noqulay. Eron uchun noqulay, chunki uni rasman bu yerga aloqasi yo'q. Xullas, hammaga noqulay. Shu sabab Yaman haqida katta reportajlar tayyorlanmaydi. Shu sabab u ijtimoiy tarmoqlarda trend bo'lmaydi. Shu sabab u lentangizda paydo bo'lmaydi. U yerda juda kam chiroyli rasmlar va juda ko'p haqiqat bor. Yamanga yordam mablag'lari har yili kamayib bormoqda. Nima kerak va nima berilayotgan o'rtasidagi farq hech qachon bu qadar katta bo'lmagan. Dunyo Yamanga e'tibor berishga ulgurmasdan undan charchadi. Bu videodan keyin yodingizda qolishi kerak bo'lgan eng muhim narsa shu. Bu urush tabiiy ofat emas, taqdir emas, tarixan shunday bo'lib qoldi degan gap ham emas. Bu aniq odamlarning aniq qarorlari natijasi. Siyosatchilarning, generallarning, qurol savdogarlarining, bugun xavfsiz uylarda yashab, qorni to'q xotirjam uxlayotgan odamlarning. Yamanda esa har 10 daqiqada bir bola o'ladi. Oldini olish mumkin bo'lgan sabablardan har 10 daqiqada. Siz ushbu videoni tomosha qilayotganingizda bir necha bola vafot etdi. Urushdan emas, xoleradan, ochlikdan, toza suv yo'qligidan. Bu Davronov Faktor edi. Men bilan yaqinroq tanishmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimga o'ting. Men ko'rsatdim, siz ko'rdingiz.